o'g'lim to'g'risini aytsam, kompyuterni umuman tushunmasdi. Kelishdan oldin uncha telefonga juddalar mukkasidan ketgandi. Hozir qiziqib, shu IT sohasiga juda ham qiziqib, o'zgarishlar qilgan, juda ham qiziqyapti hozir. Hamma yaxshi, ijobiy natijani aytdi. Yaxshi ustozlari, o'quv markazi yaxshi dedi. Men o'zim eshitdim, bu sohani juda ham kelajakda deb yutuqli deb eshitganim uchun olib keldim. Yaxshi, o'g'limda 4 oy kompyuter savodxonligi o'tib, darslarni 4 oylik kursini bitirdi. O'sha o'g'limda qiziqishni biz ko'rdik-da. Natijasi o'zgarishini ko'rdik. Qaramasdan, klaviaturaga qaramasdan ishlaydi. Inglizchada ham, o'zbekchada ham, ruschada ham. U tushuntirib berolmaydi o'zi ham, lekin ko'p narsaga tushunaman. Ona kompyuter ichida ko'p narsa bor, siz baribir tushunmaysiz deydi-da menga. Men o'zimga aytaman shuni. Bilmayman, hay, tushuntirmanga deyman. Tushunmaysiz baribir deydi. Halol, pok kasb deb shuni tanladi. O'zi hozirda men endi ukasi ham bor, 3-sinf. Ukasiga ham o'zi ustozlik qilib, dars qilib olib beryapti-da. Xalqaro sertifikat pullarini tashlab berdi. Kompensatsiya. Rahmat sizlarga ham. 2.736.000 deyarli tekin o'qidi sensorikada. Nasib bo'lsa, Xudo xohlasa bu ikkinchi o'g'limni ham olib kelib o'qitish niyatim bor.